Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi mehmonimiz bilasizlarmi kim? Bizni jondan sevib kuylagan mendan kuchliroq kerakmi senga, mendayim dilbaroq oshiqu bemor. Ajoyib aytgansiz. Shu 18 yoshdan 63 yoshgacha ko'rgangacha kasar bu qo'shiqlar. Ana shuning imенно mana shu qo'shig'ingiz uchun mana shu ajoyib sovg'a salomlarni bizdan qabul qilasiz. Mana bu Rossiya Federatsiyasini delegatlari nomidan, mana shu qo'shiq nomidan sizga mana shu благодарственное письмо. И вот эти часы туда, передачу президентские часы. Имана. Вот они, президентские, настоящие паспорт. С паспортом, со всеми. А вот это лично от моей компании. Ana 21-da bo'lgan festivalning 26-yili boshiga birinchi festivalimning uchastligi siz bo'lasiz. И men уже siz oпрос bo'yicha olmayman deb hisoblab mana shu kunni sizga juda ham xursand bo'ldik. Mana shu ajoyib qorli kunda mana shu Rossiyaga kelib mana shu bizlarni dasturxonga mehmon bo'lib ketganingizga qattiq tashakkur bildiramiz. И sizni xudo xolasa обязательно ayollar bayramiga shu ajoyib qo'shinimizga e'tibor uchun rahmat. Boshqatdan shunchalik hurmat qilib e'tibor berib ko'ngillar badarkalar bilan kutganimiz uchun boshqatdan rahmat. Xudo xolasa konsert dasturlarimizda barchadan olamizga Xudo xolasa ajoyib konsertlarda biz ko'rish nasib etsin. Xudo xolasa keyin konsertingizga men O'zbekistonda Vatan uyushmasini a'zosiman, Talat Pardavich nomidan. Ana shu Rahimov bilan Talat Pardavich ham sizga o'zlarini vatan patriotligi mukofotlari tayyorlangan, lekin uni bugun bermaymiz, chunki uni konsertda mana shu elimiz, yurtimiz ko'rsin deb ana shu konsertda taqdim qilamiz. Agar sevsa seni mendanam kuchliroq kerakmi senga, mendayin tilbaroq oshiqu bemor, mendayin tilbaroq oshiqu bemor.